hamma narsa rassrochka. Hozir именно mana shu Uzum boshqa platformalar bosilib ketdi rassrochkaga. Kredit olganingizdan keyin foyda qilasizmi, qilmaysizmi bir tiyinga teng. Bu ko'p pul topishda emas, topgan pullarni yig'ib, to'g'ri sarflab, uni ko'paytirishda. Rassrochkaga tovar olish bu ancha xato, qo'pol qilib aytsak, ahmoqlik hisoblanadi. 1 yil siz bo'lib berganingizdan keyin u ham majbur 30%, 40% ustiga qimmatroq sotadi u. Savolni to'g'ri tushungan bo'lsam, nima uchun naqdga savdo qilishga qaraganda nasiya savdo tez rivojlanadi va bizning davlatlarda ham tez rivojlanyapti? Buni farqi nimada? Bu juda ham muhim narsa. Odamlarda naqdga berish imkoniyati qiyin bo'ladi. Masalan, 3 million, 4 million so'mni naqd bergandan ko'ra oyiga 200 mingdan, oyiga 300 mingdan berish qulay. Chunki odamzodda pul yig'ish naviki qiyin. Yana oddiy qilib aytadigan bo'lsak, odamlarni toifaga ham ajratamizda. Birinchi oyda yanvar oyining oyligini olib, fevral oyigacha ishlatadigan odamlar bor. Bular 95% odamlar shunaqa. Birinchi oy oylik oladi, keyingi oy oxirigacha olgan oyligi tugaydi. Bunaqa odamlar asosiy xalqning 95%. Ularda pul yig'ish imkoniyati yo'q. Chunki ular bitta fikri bor, Xudo xohlasa oyning oxirida ortib qolsa yig'aman deydi. Bu odamlarda nasiyaga olish oson. Ya'ni tovar, telefon olmoqchi bo'lsa oddiy $1000 telefon boradi-da, $1000 bergandan ko'ra 1,5 ming yo 2000 dollar beradi, kam bo'lib. Aslida matematikaga urib ko'rsa bu qimmatga tushadi. Lekin naqd bera olmagani uchun majbur shunaqa oladi. Endi kitoblarda aytilganda, sen bir narsa olmoqchi bo'lsang, oldin pulni yig'ib, o'sha yiqqan pulingdan olgin degan. Bizga o'rgatishdi. Men 30 yoshimda biznesga kirib kelgan bo'lsam, qarang, 30 yoshimda kirib keldim biznesga, plotniy biznesga. Ungacha kirib chiqib yurganman. Men o'sha Vavilonlik eng boy odam degan kitobni o'qib ko'rdim-da. Erta aytayapti-da, topgan pulingni 10%ni yigʼ deyapti. Yig'masang, sen boy bo'la olmaysan deyapti. Boylik bu ko'p pul topishda emas, topgan pullarni yig'ib, to'g'ri sarflab, uni ko'paytirishda. Ko'pchilik o'ylaydi, ko'p pul topsam men boy bo'laman. Yo'q. Men ko'p pul topgin, o'sha kuni, o'sha oy ishlatasan. Odam mana $500 ga oylik oladi-ya, o'sha oy ishlatadi. $1000 ga chiqsa ham o'sha oy ishlatadi. Shunaqa odamlarni bilamiz, 4000-5000 oylik oladi, o'sha oy tugatadi. Ularda pul yig'ish naviki yo'q. Mana shunaqa pul yig'ish naviki yo'q odamlar 95%. Bu odamlar rassrochkaga oladi hamma narsani. Va umri davomida kredit to'lash bilan, rassrochka to'lash bilan umri o'tadi. Shulardan bittasi men. Men shu paytgacha 18 ta kredit olganman. Har bir olgan kreditimni 30% qo'shib berganman. Ba'zi holatlarda 30 dan oshib ketardi, zalog, paloglar bilan-da. Bu noto'g'ri yo'l. Bu real noto'g'ri yo'l. Endi hozirgi paytda mana Uzum chiqdi yoki boshqa banklar chiqib ketdi-yu, oddiy telefoningizdan kredit olish imkoniyati bor. Shunda kiras telefondan kiritasiz, sizga yarim soatda pul tushyapti. Bu nima? Bu вообще невыгодно. Bu вообще невыгодно. Haligi men tushunaman qaysi holatda. Masalan, kimdir kasal bo'lib qoldi, kimdir srochniy operatsiya bo'lib qoldi. Bunaqa holatga men qo'l ko'taraman. Gap yo'q, любой joydan pul topinglar. Odamning sog'lig'i eng muhimi. Lekin telefon uchun, qanaqangidir boshqa xohishlar uchun rassrochkaga tovar olish bu ancha xato, qo'pol qilib aytsak, ahmoqlik hisoblanadi. Sababi o'zi olayotgan pulingiz asosiy qismi o'shanga ketadi. Lekin siz instrument olsangiz, agar оборудование olsangiz, u boshqa gap. U оборудование ishlab o'zini oqlashi mumkin. No, orzu havas uchun qilish xato. Mana hozir yaqinda kecha ko'rdim-da, turlari ham shunday beryapti. Sen deydi, borib aylanib ket turga deydi. Rassrochka. Hamma narsa rassrochka. Hozir именно mana shu Uzum boshqa platformalar bosilib ketdi rassrochkaga. Bu odamlarga выгоднami? Yo'q, odamlarga ne выгодно bu. Odamlar borgan sari minusga kirib ketaveradi. Xalq qancha ko'p kreditga tushsa, rassrochkaga tushsa, shuncha orqaga ketadi.
Uzoqqa bormaylik, mana po faktu. Xo'p, 100 so'mga olyapsiz shu tovarni. Naqdga. Rassrochkaga olaman desangiz, javob 100 so'mga bermaydi. Kamida 130 so'm, 140 so'm qilyapti-da, ustiga qo'yib o'sha 140 so'm kim bo'lib beryaptimi? Xo'p, lekin foizsiz deb aytayapti. To'g'ri, lekin foizsiz bo'lganini 40 so'm ustiga o'tkazib bo'ldi buni. Siz bo'lib berganingiz sizga по-любому невыгодно. Men как haligi iste'molchi sifatdan gapiryapman-da. Iste'molchiga bu невыгодно. Endi biznesmen tomonidan olib qaraymiz. Biznesmenga bu выгодно. Nima uchun? Sababi biznes qancha ko'p tovar mahsulotini sotsa, shuncha ko'p foyda qiladi. Siz u biznesdan mahsulot va xizmatini naqdga olsangiz ham, rassrochkaga olsangiz ham olasiz. Masalan, naqdga olsangiz zo'r, rassrochkaga olsangiz, endi u ham pulini beryapti-ku sizga. 1 yil siz bo'lib berganingizdan keyin u ham majbur 30%, 40% ustiga qimmatroq sotadi u. Chunki uni puli aylanishi kerak. Uni ham to'lovi bor, har bir aylangandan banki bor, boshqasi bor. U ham haq. Biznesmen haq bu yerda. Naqdga 100 so'm, bo'lib to'lashga 120 so'm, 130 so'mga beradi. Ikkala tomon ham bu yerda foyda. Выгодно. Lekin ko'proq minus bu xalqimizga. Bizning xalqimiz qancha ko'p rassrochkaga kirsa, qancha ko'p kreditga kirsa, shuncha xalq botadi. Ana endi bizda o'rtoqlarimiz ko'p Amerikadan. Amerikada odamlar vaqt bilan yashaydi-da. Masalan, mana sartaroshga borsangiz, O'zbekistonda biron joy borsangiz, uncha vaqt qadri bo'lmaydi-da. U yoqlarda mana bitta men Samarqandlik do'stim bor, 4 ta 5 sartaroshxonasi bor-da. Odamlar telefon qilib emas, platformadan zakaz qilib boryapti sartaroshxonaga. O'sha vaqtida borganda bo'sh bo'lish shart. Chunki yerda vaqt muhim. Sabab 90-95% odam kreditda. Agar o'z vaqtida kreditini to'lamasa, nalogini to'lamasa, avtomatik borib tiqib qo'yadi. Etlarda nalog to'lamasangiz tiqib qo'yadi-da. Shu darajada tizim ishlayapti. Odamlar hamma kreditda. Men xohlamasdim bizning xalqimiz 100% kreditga o'tirib qolishini. Bu davlat realni xalqqa orqaga tortadigan joy. Nima uchun banklar uchib ketyapti? Chunki banklarda 30% javob oladigan protsenti bor. Siz mahsulot yo kredit oldingiz deylik, kredit olganingizdan keyin foyda qilasizmi, qilmaysizmi, 1 tiyinga teng. Qaytarib aytaman, 1 tiyinga teng bank protsentini oladi. Mana qarang. İste'mol kreditini oldim, qurilish kreditini oldim, оборудование kreditini oldim, siryo har bir kreditni olganman. Olgan kreditimni to'lagunimcha biznesda qiyinchiliklar bor-da. Lekin qiyinchilikka tushsangiz ham, ko'tarilsangiz ham bankka o'z vaqtida foizini to'laysiz. To'lamasangiz shotingiz muzlaydi. Любой bankdan kredit olaman desangiz aytadi-da, "Men qara" deydi. "San" deydi, "o'sha meni hisobimdan, meni bankimdan shot ochsang, keyin kredit beraman" deydi. Undan ochdingizmi, demak quflab qo'yish uni vakolatida-da. Shuni muzlatadi shotingizni. Mana hozir aptekalar e'tibor beryapsizmi? Respublikada apteka to'lib ketdi. Shuni tovarni beryapti, o'z vaqtida pulni beramiz, shuni shotni muzlatyapti. Bu juda ham ko'p. Bu videoni nechta odam ko'rsa, mana shu videoni nechta odam ko'rsa, bir-biriga yuborsin, toki rassrochkaga olmasin tovarni. Kreditga olmasin. Qo'pol qilib aytadiganimiz ozgina jim o'tirsin-da, pul yig'ib keyin olsin. Mashi joyi muhim. Eng muhimi yonib turgan operatsiya, yonib turgan qanaqadir bilmayman, muhim narsa bo'lsa ishlatish mumkin. Lekin kredit, rassrochka xato. Realni xato. Avtokreditdan tortib tam boshqasigacha. Bitta mana bizda ozgina spor bo'ladi, ipoteka uyini olsa bo'ladi, bo'lmaydi, u yoq bu yoq. To'g'ri, uy olsa bo'ladi. Uy yaxshi, odam ko'chada qolmaslik kerak, uy olish kerak. Chunki ipotek kreditini realni yoshlar olyapti hozir. Respublikaning 70-80% ipotek kreditini olyapti. Bu to'g'ri. Qaysi miqdorda to'g'ri. Tem ijaraga yashagandan ko'ra kredit ipoteka olgan выгодно. Davlat imkoniyat qilib beryapti. Qolgan sohalarga men kirish tavsiya qilmayman. Bu minus. Kredit javob minus. Ashnaqa gaplar. Yoningiz omon bo'lsin.